Gipnoterapiya eng shaffof metodlardan biri hisoblanadi va sizlarga xos shu narsani ko'rsatib, ya'ni umumiy olganda isbotlab bermoqchiman. Oddiy misol sizlarga tushuntiraman. Ya'ni sizlar gipnoz deganda faqatgina insonni gipnoz holatida uxlatib qo'yib, uni nimadir qilar ekan deb tushunmanglar. Unaqa narsa yo'q bu yerda. Juda ko'pchilik gipnoterapiyaga nisbatan noto'g'ri ma'lumot olib qolgani uchun ham buni vahshiy bizning e'tiqodimizda mumkin emas deb o'ylashadi. Qaranglar. Deylik, bitta inson operatsiya bo'lmoqchi va u doktorga bordi. Doktor nima qiladi? Analiz oladi, operatsiyaga mijozini tayyorlaydi, kasalni tayyorlaydi va uni operatsiya qiladi. Mana endi deylik, aytyapti o'sha xirurg aytyapti, sizda mana bunaqa kasallik aniqlandi deyapti, sizga qog'oz, analiz qog'ozini beryapti-da. Endi uyingizga boravering deyapti, men sizni onlayn operatsiya qilaman deyapti. Ishonasizmi? Yo'q. Это moshennichество. Onlayn operatsiya qilib bo'lmaydi. Endi gipnoterapiya ham shunaqa narsaki, u terapiya, davolaydi. Siz ong ostingizni ochib, ong osti kuchlari degan kitoblarni o'qib tushunchaga ega bo'lgansiz, lekin uni davolash tushunchasiga ega emassiz. Uni davolab, uni dasturlasa, siz xohlagan hayotingiz, shu xohlayotgan pulingiz ham, uyingiz ham, mashinangiz ham hamma narsa kirib kelishini bilmaysiz. Aynan o'sha narsa gipnoterapiya deyiladi. Gipnoz bu insonni trans holatiga tushirgan holatda, ya'ni teta holatida uni dasturlash. Ya'ni qaysidir, misol uchun u turibdi, misol uchun, men deyapti, juda ham o'zimni aybdor his qilaman, aybdorman. Va mana shu aybdorlikni olib tashlash. Siz 10 yil davomida psixologga qatnab, 10 yil davomida psixolog bilan birgalikda shug'ullanib, aybdorligingizni 10 yil olganingiz yaxshimi yoki 3 kun ichida olib tashlaganingiz yaxshimi? Bitta seansda. Naverna ikkinchisi yaxshi. Bitta seansda 3 kun ichida olib tashlagan yaxshi deb o'ylayman. Hozir insonlarni aynan davolash borasida juda ham yaxshi qo'llanayotganligi uchun va dasturlash davomida insonlarga yaxshi dasturlar joylanib ishga tushayotganligi uchun ham, insonlar buni effektini yaxshiligini bilgani uchun ham gipnoterapiya eng shaffof turidan biri hisoblanadi. Tushuntira oldim deb o'ylayman.